Shoshilinch tezkor xabar. Dollar va rubl kursi belgilandi. Dollar borlar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 24 dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 125,08 so'mga ko'tarildi, 14,213,31 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 2,46 so'mga oshdi, 153,71 so'mni tashkil etdi. Dollarning umumiy kursi esa 41,90 so'mga ko'tarildi, 12,052,33 so'm bo'lgan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.